Yuqori miqdordagi pensiyaga chiqish uchun ish staji muhimmi yoki ish haqimi? Avval aytib o'tish joizki, pensiya miqdori ish stajiga ham, ish haqiga ham bog'liq hisoblanadi. Pensiyaga chiqish uchun ish staji yetarli bo'lsa, lekin ish haqi kam bo'lgan taqdirda ham pensiya miqdori yuqori chiqmasligi mumkin. Aksincha, ish haqi yuqori bo'lib, lekin ish staji kam bo'lsa, bu ham pensiya miqdori kam chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, pensiyani hisoblashda fuqaroning oxirgi 10 yillik mehnat faoliyatidan istalgan ketma-ket 5 yillik davrning ish haqqi inobatga olinadi. Shuning uchun fuqarolarimizdan ham ish stajiga, ham ish haqlariga e'tiborliroq bo'lishlarini maslahat beramiz. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.